Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun biz siz bilan birgalikda ko'pgina milliy sertifikat talabgorlarini qiynovchi savollaridan biri hisoblangan qofiya, raviy, radif, ya'ni adabiyot nazariyasiga doir savollarni qay usulda topish maqsadga muvofiq va eng sodda hamda lo'nda usulda ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Adabiyot nazariyasi jihatdan bizda milliy sertifikat savollari qatorida raviyni toping, raviyga ko'ra qofiyaning turini toping degan savollarga duch kelishimiz mumkin. Ya'ni sizda ma'lum bir bayt beriladi. Baytdan kelib chiqqan holda siz raviy, qofiya turi, radif va qofiyadosh so'zlar, demak, undoshlaridan tashqari o'rniklaridan o harf ham raviy vazifasini bajara olishiga misol ko'rib chiqdik. Odatda bizda raviy vazifasini undosh harflar hosil qiladi. Ya'ni afg'onda n, jononda ham n harfi asosimizdagi oxirgi tirgak tovushimiz raviy vazifasini bajaradi. Endi biz siz bilan birgalikda raviyni qo'llanilish o'rniga ko'ra qofiyani turini o'rganib chiqamiz. Ya'ni qofiyaning turi qanaqa bo'ladi? Misol, qarang. Bizda raviyni qo'llanishiga ko'ra qofiyaning turi ikki xil bo'ladi. Bular mutloq qofiya va muqayyat qofiya. Mutloq qofiya degani biz topayotgan raviyimizdan so'ng qo'shimcha bo'lsa, bu qofiyaning turi mutloq qofiya sanaladi. Misol, jononimni, davronimni so'zlarida n harfini raviy deb oldik. Bizda raviyimiz asosdagi tirgak tovushida. O'sha raviyimizdan keyin qo'shimcha bor, im egalik, ni kelishi qo'shimchasi bor. Demak, jonon, davron asosida, undan keyin qo'shimcha borligi uchun bu qofiyaning turiga ko'ra mutloq qofiya sanaladi. Ikkinchisi esa muqayyat qofiya. Muqayyat qofiyada esa raviydan keyin hech qanaqa qo'shimcha bo'lmaydi. Ya'ni asosi o'zi raviy, so'zingizni o'zi raviy bilan tugaydi. Tirgak tovushni o'zi bilan tugaydi va tirgak tovushdan keyin qo'shimcha bo'lmasa, bu raviyning qo'llanishiga ko'ra qofiyaning turi muqayyat qofiya sanaladi. Demak, biz radif tushunchasini o'rgandik, qofiyadosh so'z tushunchasini o'rgandik. Raviy tushunchasini topishimiz uchun misradan birinchi qiladigan ishimiz bizda qofiyadosh so'zni topamiz va qofiyadosh so'zimiz asosidagi oxirgi tirgak tovushni topamiz va shu tirgak tovush bizda raviy vazifasini bajaradi. Agar sizda savol raviyning qo'llanishiga ko'ra qofiyaning turi holatda savol kelsa, siz qiladigan ishingiz, demak, qofiyadosh so'zni topdik, raviyni topdik. Raviydan keyin qo'shimcha bo'lsa, bu mutlaq qofiya deyiladi. Qofiyaning qo'llanishiga ko'ra. Agar raviyimizdan keyin mana bu holatda afg'on, so'zon so'zlarni harfi raviy dedik-ku, demak, raviyimizdan keyin hech qanaqa qo'shimcha bo'lmasa, bu qofiyaning turi raviyning qo'llanilishiga ko'ra muqayyat qofiya sanaladi. Endi ushbu mavzu yuzasidan topshiriq va mashq bajarib ko'ramiz. Bu sizni bilimingizni yanada mustahkamlash uchun kerak bo'ladi. Mana bu yonganmi? Yongan. Ha, bo'ldi? Xo'p. Endi ushbu mavzu yuzasidan mashq va topshiriqlar orqali mavzuni yana ham mustahkamlaymiz. Xo'p, hazilga to'xtalamiz. Yuting firoqida har o'ttin chekdim tez, ul o't sharoralari bo'ldi har taraf gulrez. Demak, bizda ushbu baytimizda radif yo'q, ya'ni radif misra oxirida takrorlanish so'zida radif yo'q. Endi ohangdosh so'zlarni qidiramiz. Ohangdosh so'zlar tez va gulrez edi. Ushbu ikkita ohangdosh so'zimiz, ya'ni qofiyadosh so'zimizda oxirgi tirgak tovush z. Demak, savol ajratib ko'rsatilgan qofiyadosh so'zlardagi raviy z harfi. Chunki asosimizdagi oxirgi ikkalasida ham bir xil bo'lgan tovush z harfi. Endi ushbu bayt yuzasidan ikkinchi savolga to'xtalamiz. Ikkinchi savolda ajratib ko'rsatilgan so'zlar raviyning o'rniga ko'ra qofiyaning qaysi turini hosil qilgan. Ya'ni bizda qofiyadosh so'zlardagi raviyni topdik, raviy z harfi ekan. Raviydan keyin qo'shimcha bo'lmagan uchun ushbu jumla muqayyat qofiya deyiladi. Ya'ni qofiyaning turi muqayyat deb ataladi. Hurmatli abituriyentlar, endi tushuntirilgan mavzu yuzasidan biz baytlarni tahlil qilib ko'ramiz. Qani ketdik. Xo'p. Demak, ushbu baytimizda yuzing firoqida har o'tin kim chekdim tez, ul o't sharoralari bo'ldi har taraf gulrez. Ushbu misrada qofiyadosh so'zlarimiz tez va gulrez.
va bu misrada qofiyadosh so'zlardan keyin aynan takrorlanib keluvchi so'z yo'qligi uchun bu misrada radif yo'q. Demak, qofiyadosh so'zlarimiz tez bilan gulrez bo'ldi va bu ikkita qofiyadosh so'zlarimizning oxirida bir xil takrorlanib keluvchi tirgak tovush z harfi sanaladi. Demak, endi ko'ramiz. Xo'p, sizda birinchi savol doim shunaqa holatda keladi, ya'ni A savoli qofiyadosh so'zlardagi tirgak tovush, ya'ni raviy qaysi? Demak, raviy z harfi bo'ldi. Endi biz ikkinchi savolga to'xtalamiz. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarda raviyning o'rniga ko'ra qofiyaning qaysi turi hosil qilingan? Ya'ni biz raviyni topdik. Raviydan keyin qo'shimcha bo'lmasa, qofiyamiz turi muqayyat qofiya deyilar edi. Agar raviyimizdan keyin, tirgak tovushimizdan keyin qo'shimcha bo'lsa, qofiyaning turi mutlaq qofiya deyilardi. Ushbu baytimizda qofiyadosh so'zlarimiz tez gulrez, raviy z harfi. Demak, raviydan keyin qo'shimcha bo'lmagani uchun ushbu misrada qofiyaning turi raviyning qo'llanishiga ko'ra muqayyat sanaladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingi misraga to'xtalamiz. Bizga jonon vasli o'ldirkim jamolin ko'rgabbiz, parda ruxsoridan ochib zulfholin ko'rgabbiz. Ushbu misrada ko'rgabbiz va ko'rgabbiz so'zlari aynan bir so'zning takrorlanib kelgani uchun radifni hosil qilyapti va radifdan oldin kelgan so'z bizda qofiyadosh so'z tushunchasini hosil qilganligi uchun, demak, radifimiz ko'rgabbiz. Radifdan oldin kelgan so'z jamolin va holin. Demak, jamolin va holin degan so'zning asosini topamiz. Qofiyadosh so'zlarimizning asosi jamol va hol. Demak, asosidagi oxirgi tirgak tovush bizda l. Nima uchun n harfini olmaymiz? Chunki n harfi asosda emas, qo'shimcha tarkibda kelyapti. Bizda raviy topish uchun asosdagi oxirgi tirgak tovushga qaraladi. Demak, jamolin holinda raviy, bizda l harfi. Endi B savolga qaraymiz. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarda raviyning o'rniga ko'ra qofiyaning qaysi turi hosil qilingan? Demak, raviyni topdik. Jamolin holinda raviyimiz l harfi. Raviydan so'ng qo'shimcha bo'lganligi uchun ushbu misrada qofiyaning turi mutlaq qofiya sanaladi. Ya'ni bizda raviyimizdan so'ng l harfidan keyin in holatda qo'shimcha mavjud. Endi davom etamiz. Keyingi misraga o'tamiz. Xo'p. Keyingi misrada, xo'p, o'tding ishrat ahliki biz zorlarmiz, tumanning balog'a giriftorlarmiz. Ya'ni sizda ushbu misradan ham raviyni topamiz. Xo'p. Zorlarimiz, giriftorlarimiz bu yerda qofiyadosh so'zni hosil qiladi. Qofiyadosh so'zlarimizning asosida zor va giriftor so'zi asos vazifasini bajaradi. Raviyni topguncha biz asosini oxirdagi tirgak tovushga e'tibor beramiz. Demak, bu yerda tirgak tovushimiz r harfini yuzaga keltirilyapti. Ya'ni zor, giriftor. Shuning uchun ham biz ajratib ko'rsatilgan qofiyadosh so'zlardagi raviyni r harfi deb olamiz. Endi raviyimizdan keyin larbiz holatida qo'shimcha qo'llangani uchun B savolimizning javobi ajratib ko'rsatilgan so'zlarda raviyning o'rniga qofiyaning turiga raviydan keyin qo'shimcha bo'lsa, biz mutlaq qofiya deb olamiz. Demak, B savolimizning javobi mutlaq qofiya deyiladi. Endi siz bilan ushbu misraga qaraymiz. Yuz balo boshimga yog'dirgan dedim aflok emish, chunki tahqiq ayladim ul kofiru bebok emish. Ushbu misrada radifimiz bor. Demak, emish va emish bunda radif hisoblanadi. Endi biz radifdan oldin kelgan so'z qofiyadosh so'zni hosil qilgani uchun radifdan oldin kelgan so'zga qaraymiz. Demak, bebok hamda aflok so'zlari bizda qofiyadosh so'zlarni hosil qiladi. Demak, bebok va aflok qofiyadosh so'zlarining oxiridagi tirgak tovush k bo'lganligi uchun va u asos tarkibida kelgani uchun ushbu misrada ajratib ko'rsatilgan qofiyadosh so'zlardagi raviy k harfini yuzaga keltiradi. Ya'ni bizda k harfi raviy vazifasini bajaradi. Endi, xo'p, ko'rib chiqadigan bo'lsak, ikkinchi savolimizda ajratib ko'rsatilgan so'zlarda raviyning o'rniga ko'ra qofiyaning turini toping. Demak, biz qofiyadosh so'zlarni topdik. Qofiyadosh so'zlar oxiridagi tirgak tovushni topdik. Tirgak tovushimizdan so'ng qo'shimcha bo'lmasa, biz qofiya turini muqayyat qofiya deymiz.
agar bizga qofiyadosh so'zimizdagi tirgak tovushdan qo'shimcha bo'lganda edi, biz buni mutlaq qofiya deb olardik. Demak, ushbu baytimizda qofiyamizning turi muqayyat qofiya sanaladi. Xuddi shunday hurmatli abituriyentlar, demak, yaxshi tushunchaga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Sizdan milliy sertifikat imtihonida ushbu mavzudan savol tushganda bemalol hammasini to'g'ri holatda bajarishingiz uchun bu sizga ajoyib va kerakli ma'lumot vazifasini bajaradi. Hurmatli abituriyentlar, mavzu sizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mavzu yuzasidan qanaqa talab, taklif va izohlaringiz bo'lsa, kommentariyaga qoldirishingiz mumkin. Va ushbu mavzu yuzasidan yana qo'shimcha manbalar va darsliklarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizning Telegram kanaliga obuna bo'ling.